Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shni yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? O'zi yaxshimi? Ko'rinmay ketdingiz, qayerda edingiz? Sizdan bu narsalar so'rab turardim tadbirkorlik borasida. Buni gapirmang. Tadbirkorlar ayrim sabablarga bankrot bo'ldim. Bankrot qarzdor yopish uchun chetga chiqib keldim. Chetga chiqib endi qarzim to'lay desam, bu yoqdan pena chiqib turibdi. Nima qilishni bilmay boshim qotyapti. Hayotda o'tirman bu narsaga. Siz yangiliklardan xabaringiz yo'q shekilli. Qanday yangilik? Xorijda bo'lib shuncha yangilikni o'tkazib yuboribsiz. Hozir siz bilan menga o'xshagan tadbirkorlarni shaxsan davlatimiz rahbari o'zi himoyasiga olganlar. Biznes ombudsman faoliyat boshlagan. Hozirchi ilgarigidek tekshiruvlar, qarzdorliklar, to'la unaqa narsa yo'q. Hozir hammasi joyida. Bu narsa men uchun ertaga ishonmayman bu narsaga. Siz ishonmasligingiz mumkin, lekin hozirchi siz bilan menga o'xshagan tadbirkorlar mazza qilib zavodlarni, fabrikalarni yurg'izsa bo'ladi. Agar mabodo faoliyatingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, biror bir takliflaringiz bo'lsa, bemalol shaxsan prezidentimiz o'zlariga ulashingiz mumkin. O'zi hozirda o'sha tadbirkorlar bilan 6-ochiq muloqotga tayyorgarlik jarayoni ketyapti. Bo'lishi mumkin. Bu qanday tartibda bo'ladi? Yuring, men sizga ko'rsataman. O'zingiz takliflaringiz borku, to'g'rimi? Takliflarim Hammasini tushuntirib beraman. Tadbirkorlarning rivojlanishlari uchun imkoniyatlar ko'p, ammo faoliyat davomida ba'zida shunday bir muammolarga duch kelinadiki, ushbu muammolarning yechimi borasida eshikma-eshik yurib sarson bo'lgandan ko'ra yaxshisi tadbirkorlikdan kechib qo'ya qolishadi. Xuddi mana shu va shunga o'xshash holatlarning oldini olish uchun davlatimiz rahbariga bir nechta takliflar tayyorlanmoqda. Jarayon ushbu xonada. Yig'ilishda dastlab Biznes ombudsman devonining 2026-yilning birinchi yarim yilligidagi faoliyati atroflicha tahlil qilindi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, hisobot davrida 6400 ta murojaat kelib tushgan. Shuningdek, tadbirkorlar virtual ofisi orqali 3609 ta murojaat qabul qilingan. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish yuzasidan 1371 ta ta'sir chorasi qo'llanilib, sudlarga 24,1 milliard so'mlik da'vo arizalari kiritilgan va 13,3 milliard so'm mablag' undirilgan. Penyalarni ko'payib ketishi natijasida tadbirkorlik subyektida yana bitta bosh og'riq paydo bo'layotganligi, ya'ni ba'zi paytda o'sha penyalar juda katta summaga aylanib ketadi yoki jarimalar to'xtatilgan fermer xo'jaliklariga moliyaviy hisobotlari topshirmadi degan vaj bilan turli jarimalarni kelishi natijasida ularni oldidagi qarzdorlik ko'payib ketganligi taklifini ilgari surgan edim. Bu taklif jamiyatda ancha anaqa bo'ldi, qizg'in muhokama bo'ldi. Soliq organlari aytadiki, biz inson omilidan xolimiz, buni baza qo'ygan bu jarimani deydi va bu jarimalar o'sha har chorakda va 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda ko'payib 100 milliondan oshgan holatlari ham bo'lgan. Shunaqa holatlarda biz Markaziy bankka taqdimnoma kiritamiz, Markaziy bank tomonidan bekor qildirib berilyapti. Va shu bilan birga boya aytganimdek kommunal sohadagilarga ham vazirlik orqali taqdimnoma kiritib, mana yaqinda ham suvsoz bo'yicha shunaqa holat bo'ldi. Salkam 600 millionlik jarimani asossiz qo'llayapti, tadbirkorlik subyektiga bekor qilindi. Unaqa holatlar juda ko'p. Yuzlab misol keltirishim mumkin. Nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan 104588 ta tekshiruv muvaffaqlashtirilib, 5927 ta qonun buzilishi holati aniqlandi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish va Respublika shtabi faoliyati atroflicha ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, 15-maydan buyon 50 dan ortiq vazirlik va idoralar vakillaridan iborat Respublika shtabi faoliyat yuritmoqda. Ochiq muloqotga tayyorgarlik doirasida 17-iyul holatiga ko'ra 5247 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 2984 tasi hal etilgan. Mas'ul tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan 1507 ta uchrashuvda 22900 nafar tadbirkor ishtirok etdi va 8890 ta taklif hamda masala bildirildi. Yig'ilish yakunida jamoatchilik kengashi a'zolari tomonidan bildirilgan barcha taklif va tavsiyalar umumlashtirilib, tegishli qarorlar qabul qilish uchun Biznes ombudsman devoniga taqdim etildi.